Bu videomizni har bitta traktor bor akalarimiz ko'rish kerak bo'ladi. Agar siz traktoringiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, albatta traktori bor tanishingizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Chunki biz u akalarimizga, ya'ni qo'l bola tomonidan ishlab chiqarilayotgan mana bunday agro texnikalarni sizlarga to'lig'icha obzorini qilib beramiz. Narxlari qanaqa bo'lyapti? Misol uchun chetdan kirib keladigan agro texnikalar bilan o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan agro texnikalarning narxini va qancha arzonligini hammasini bir qator solishtirib beramiz. Sizlar bitta like bosinglarda, albatta bu videoni traktorchi do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Rasuljon aka keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi aka? Oldingizmi? Rahmat aka, Xudoga shukr. Qalay, xalq xizmati bilan charchamayapsizmi? Sekin olyapmiz aka. Aka, bugun Xudo xohlasa kuzatuvchilarimizga texnikalaringizni, ya'ni mana bunday agro texnikalarni ishlab chiqaryapmiz. Ko'rsatamiz. 60 dan 90 gacha o'zgaraydigan. Xo'p. Hamma yo'ni yangi materialdan qilib, chiroyli qilamiz, Xudo xohlasa. Buni qopqoqlarigacha qilamiz, mana sust qopqoqlarigacha. Qopqoqlari ochilib yopiladi hammasi. Ochilib yopiladi. Keyin susti taylarigacha yangi qo'yamiz. Rabochiy narsa ishlatmaymiz, yangi bo'ladi. Hatto bolt kekalargacha kalyonni qilamiz. Yoqqa bo'yintirilgan. 60 dan 90 gacha o'zgaraveradi. Zashta listlargacha qilib, o'rgillar pomni relisdan bo'ladi. Poyez yo'lda relisidan. Eng baquvvat materiallardan ishlatiladi, xudo xolasa. Keyin mana zamoqlarigacha temir qo'yamiz. Chugun qo'yilmaydi. Buni qo'shimcha narsalari, sapochka, brito, ochari, danga saldirag'i, xo'p, susti shlankalargacha, falizlargacha tayyor bo'ladi. Traktorga shunday ulashadi, bo'ldi, ishlatadi. Boshqa hech balash qilmaydi. Juda ham zo'r. Narxlarini nech pul qilib beryapsiz aka? Narxlarini 25 million so'm vodiy bo'ylab. Dastlabkasi bepul. Agar bu tomonlarga kelishilgan holda qilib beramiz. Albatta, agar chetdan kirganlardan anchagina arzon. O'zlaring albatta solishtirib ko'rgansizlar. 100 million oshiq. 100 million oshiq bo'ladi. 25 million so'm. Eng arzoniga topishlari mumkin 70 million yoki 80 milliongacha topishlari mumkin. Unda ham bunaqangi full komplektda emas. Shunaqa. Zo'r. Keyin mana bog'lar ichiga qilamiz. Bularimiz hozir hammasi bir xil, rangida farqi bor xolos. Xo'p. Bu bog'lar ichiga mini traktorlarga qilib qo'yganmiz. Hozir 40 shunaqa traktorlarga, kichkina mini traktorlar bor, o'shalar bemalol traktorga tushaveradi. Kattaga ham, mini traktorga ham tushaveradi. Mana moslamalari bor o'zini. Xohlagan nimasiga xotiga surib ishlataveradi. Bemalol ishlatsa bo'laveradi. Keyin bunimiz narxi 15 million so'm. Xo'p. Dastavkasi-chi? Dastavkasini qanaqa qilib beramiz? Dastavkasi hammasi vodiy bo'ylab bepul. Vodiy bo'ylab bepul. Voha tomonlarga kelishilgan holda qilinadi. O'ylashmasdan, xudo xohlasa O'zbekistonda 12 ta viloyatiga bemalol yetkazib berish imkoniyatlari bor. Bor. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Juda ham zo'r. Yangisi mana Turetskiy pasonda qildik. Bunimiz qulayligi bor. Buni qulayligi o'g'itlarda dorilar ko'proq oladi. Dorini bir xil razmerga solaveradi bemalol. Bemalol solinaveradi. Hamma o'rgillari shularga o'xshab ko'rsatilganda relisdan bo'lgan, hamma yo'q baquvvat ishlangan. O'sha tepasidagi narsalari ularga qaraganda boshqacharoq bo'lgan, to'g'rimi aka? Turetskiy pasonda bu. Turetskiy pasonda. Narxini nech pul qilib beryapsiz? Buni 28 million beryapmiz. 28 million so'm qilib beryapti. Aka, hozir ko'rsatyapmiz, hamma narsani rabochiy narsalar umuman ishlatilmagan. Mana bu umuman yo'q. Mana bu shlankalarigacha yangi qo'yiladi. Yangi bo'ladi. Rabochiy hech bolasi ishlatilmaydi. Hatto bolt kekalarni ham eski qo'ymaymiz. Hammasi yangi bo'ladi. Eski material yo'q. Juda ham zo'r. Keyin mana chizillarni qilib qo'ydik. 60 dan 76 gacha o'zgaraydigan. Bularni ham xomutli qildik. Hali svarka qilib yormadik. Xohlagan razmerga qo'yib, meni qo'yib ham ishlataveradi. Razmer o'zgaruvchan bo'ladi. Zo'r. Ramalari 10 ga 10 dan qilingan, baquvvat ishlangan. Traktor tortib bersa bo'ldi. Xudo xohlasa tajribadan o'tgan, sinib ketish, yorilish degan narsa bo'lmaydi. Ishlatib ham ko'rdik. Hamyonni sinab ko'rdik, behijolat. Juda ham zo'r. Keyin mana zavodskiy chizil so'raganlarga zavodskiy chizil ham qilib qo'ydik. Bunimiz ham xomutli, o'zgartirib ishlataveradi. Bemalol universal qilib qo'yganmiz. Buni narxini nech pul qilib beramiz aka? Chizillarimiz narxi 7 million 15 milliongacha. 7 million 15 million. Razmeriga qarab gaplashilaveradi. Telefon qilsa aloqa chiqsa. Agar kuzatuvchilar sizlarga ko'rsatib o'tib ketayotgan texnikalarimiz, ya'ni agro texnikalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalang, ishlatilingan jarayonlarni ham videosini tashlab berish imkoniyatlari bor aka. Hammasini tashlab beramiz. Mana bu o'zgaruvchi mana. Yo'qlas, shu holatda 60 bo'ladi. Qaytarib qo'yasiz mana 76 ga. Buni razmeri tomoni ham kirib chiqaveradi, o'zgartirib yuborasiz. O'zgartirsa bo'ladi. O'zgartirib ishlataverasiz. Xohlasangiz katta razmerda ishlatasiz, xohlasangiz qisqa razmerda. O'zlariga qulay holatda bemalol o'zgartirib ishlatsa bo'laveradi.
Zo'r. Bunisi kattarog'i 60 dan 90 gacha. 60 dan 90 Pul gacha bo'ladi. to'lasa vazifasini bajaradi, hammasi universal. Juda ham zo'r. Bu tomondagilar o'sha narigilar bilan bir xil. Bir xil, rangida farqi bor. Zo'r. Har xil rangidan qilib berilaveradi. Ramalar so'raganlar, ramalarimiz ham bor. Bu tomondagilar xudo xohlasa yangilik. Yangilik, xudo xohlasa aloqaga chiqishaveradi. Buni narxlarini aytamiz. Chopqilarimiz narxi 30 million so'm bo'lyapti. Mana chopqilar narxi 30 million so'm bo'lyapti. 60-76 qo'sh qator hammasiga tushadi bu chopqilarimiz. Bemalol qiyinchilik bilmaydi xudo xohlasa. Frezamiz endi telefon qilishadi, aloqaga chiqsa tushuntirib o'tamiz narx-navosini. Xudo xohlasa chiroyli qilib beramiz. Xudo xohlasa hamma yog'ini chiroyli qilib beramiz. Mana rama so'raganlarga ramalarimiz ham bor. Xohlasa kraska qilingan variantda, xohlasa kraska qilinmagan variantda. Ramalarimiz ham 7 milliondan 15 milliongacha bor. Xohlagan razmerda qilib beraveramiz. Aka, bu soha bo'yicha o'zi necha yillik tajriba, xudo xohlasa? 3-4 yildan beri qilamiz. U misol uchun bugun kelib ertaga ish boshlangan narsa emas. Yo'q. Ustalarimiz ham hammasi mutaxassis bo'ladi. Juda ham zo'r. Hamma suvarkalarga garantiya. O'ylashmasin, qilingan ishga javob beriladi, xudo xohlasa, ko'rsatib beriladi. Qilingan ishlarda qanday agatlarda olinadi, hammasini talan ichida tushuntirib beramiz. Telefon qilsa bo'ldi. Razmerlarni esa razmerlarga qilib beraveramiz. Ya boshqacha yangiliklari bo'lsa ham videoga rasmlarni tashlab bersa ham tayyorlab beraveramiz kelishilgan holda. Shunday traktor minadigan akalarimizga qandaydir texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha sizga tushuntirib berishsa bo'ldi, xudo xohlasa, yasab berishga iloji bor. Bor. Qo'ldan kelgancha. Hammasini Juda ham zo'r. zavodskiy bilan iloji bo'lsa birga bir qilib chiqarib beramiz. Hammasini aytdik, menimcha ko'rsatdik, aytilmagan narsalarimiz qolmadi shekilli aka. Qolmadi deb o'ylayman. Qolmadi. Xudo xohlasa, kuzatuvchilar keyingi videolarda ko'rishguncha, agar kimgadir mana shunday agrotexnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalar, xudo xohlasa akamiz qolib ketgan ma'lumotlarni batafsil tushuntirib, kerak bo'ladigan bo'lsa, dastavkalarni yetkazdirib berishadi.